Assalomu alaykum tabiat ishqibozlari, bizning obunachilarimiz. Mana bugun asalarimizni kanaga, traxinni kilishga qarshi ish olib boshladik. Mana atotkalarimizni urug'latib olib, onalar yangi hammasi urug'lanib bo'ldi. Mana bu taraf, orqa taraf hammasi bir joyda yig'ildi. Endi faqat kanaga qarshi ish boshlaymiz. Kanaga qarshi ish boshlaganda biz yangi apparatdan foydalanamiz. Sababi oldin separdik, kanadorini suvga aralashtirib yoki paloskalar qo'yardik. Hozir traxinni kilishga ham, kanaga ham mana shu foyda beryapti. Effekti juda zo'r. Mana shuning uchun shu apparatdan foydalanamiz. Bitta apparatimiz foydalanganimiz mana kerosin bilan vodkazindan foydalanamiz hozir. Juda zo'r, samarali. Yashillarning hamma teshiklarigacha yetib boradi. Mana qarang. Oddiy misol bo'ldi. Tutun hamma teshiklariga, hamma kanaga yetadi. Shuning uchun biz shu apparatdan foydalanamiz. Like bosib qoling, obuna bo'lib qoling. Bundan da qiziqarlilarni sizlarga ulashamiz. Salomat bo'ling, charchamang.